Joy yo'q-ku, aka. Toshkent shahri Sergeli tumani Belariq mahallasida kunda kunora aynan mana shu muammodan qiynalayotgan, aziyat chekayotgan fuqarolar millarga murojaat qildi. Suv kirg'azildi, asfalt qilib beramiz degan odamlar hozir bittasini topib bo'lmayapti. Loy bo'ldi, boshqa bo'ldi, maylin dedik. Endi trotuar ham yo'q, mana qarab turibsizlar. Oldingi yili asfalt bo'ldi, undan keyin trub o'tkazishga har xil joylardan yorilib ketgan qazib boshqatdan o'tkazishdi-da, ustidan asfalt qilmay ketishdi. Qanchadan beri shu ahvolda turibdi? Bir yilcha bo'lib qoldi shekilli shunaqasi. Murojaat qilinganda erta qilib ketisharkan, to'g'irlab ketisharkan, anaqa. Kelamiz ishga loy, hamma joy suv bo'lib ketadi. Mana bu yerdan suv toshadi. Mashinalar o'tganda odamlarga xalaqit qiladi. Yomg'ir yoqqanda umuman o'tolmaysiz, dengiz bo'lib ketadi. Mashinalar suvda sachratadi, o'tolmaysiz. Bolalar maktabga o'tadi, boshqa qiladi, yerni tagiga kovlangan bo'lsa, tuproq tashlangan, bunaqa sement qilinmagan. Masalan, mashina o'tadi, bir-biriga ko'rib o'tadimi, obgon qiladi, boshqa qiladi. Bolalar qayerga olishimizni bilmay qolamiz-da. O'zimiz ham mashinada qatnaymiz bu yoqdan. Qilib boshqalar ham qatnaydi. Agar ikki odam hozir yo'l torligini hisobiga oladigan bo'lsangiz, bir-biriga yo'l berish uchun kimdir chuqurdan o'tish kerak bo'lyapti. Tez yordam kelib qolishi mumkin. Oddiy misol, og'ir kasal olib ketayotgan bo'lsa, unga bu yoq chetdan yo'l beradigan bo'lsa, chuqurdan o'tadigan bo'lsa, unga ham kasalga ham to'g'ri kelmaydi. Bir-birini hurmatini qilmaydi shopirlar ham. Suv chiqmasdi. Mahallada suv chiqmadi. Chiqmasdi. Mana endi turba ko'mib, Hozir chiqyaptimi? chiqyapti hozir suv. Bitta muammoni hal qilamiz deb ikkinchi muammoni tug'dirdi-da mana. Yomg'irlar to'xtasin. Inndan keyin qilib beramiz. Yomg'ir ham to'xtadi, qor ham to'xtadi. Mana hozir endi hech narsa qilinmayapti tag'in. Kimdir harakat qilish kerak-ku bunga. Qiynalganda bolalar qiynalyapti. Ham bizga o'xshagan qariyalar qiynalyapti. Borib kelish uchun. Xo'sh, qachon bu ko'chalar yana avvalgidek asfalt holatiga qaytariladi? Mazkur muammoli yo'l yuzasidan, ya'ni o'sha Belariq mahallasi Yoshlik ko'chasi yangi ish haftasidan boshlab joriy ta'mirlash va asfaltlashtirish ishlari amalga oshirilishini ma'lum qilamiz. Doimgidek millar ushbu holatni ham o'z nazoratiga oladi va mas'ullar aytgan muddatda biz manzilga yana qaytamiz.